Dada. Ha? Hı. To'g'ri emas-ku. Bir ko'y 5 ming oz setibsan-ku. Undaq emas-ku. Ey, kallang nä ketdi sening, ha? Qaramamsan buningga. Bu yeni tikilgan supni yaxshi o'tib tursa. Unutib qapdim. Kallangni ishlasang bo'lmamdi. 25-26 yoshlar kirib qopmi? Mushunchalik sodini qilamsan. Xotinalamaydigan o'xshaysan sen. Menga mushlab qo'ytaq o't. Xo'sh amsa. Hey, akana qaramamsan. U kun bo'yi shundaq dadangdan ayrilmay tursa, loyiq tamog'imi tas uning. Ukam, to'ppalamsiz. Rahmat. Dilshab keldi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ha. İşçi kireli. Nemişdi? Sizga bir narsa ko'rsatay. Ha, Nima bu? aldırman. Apa qarama. Hey. Toppana bununla isip satsak hem çıraylık hem kolaylık buludu. Haqiqatan yaxshi o'ylabsiz. Qandaq, bo'pti mu? Ha, chiroyli yasabsiz. Tönegin akşam siz üçün hesap çıktım. Qo'lingizdan ish kelayotganjimi? Yaktırdınız mı? Yoqtirdim. Hey, dadisi, qarang'a balaga. Ular nima degan maslashgan bir juftlar? Ularning to'y kunim yiqilishib qoldi. Buningga men allaqachon tayyorlik qilib bo'lgan. Hey, anglayapsizsiz? Bizning to'y ishimiz. Bizning to'y ishimiz. O nimdeydi? Dana. Dadam to'y ishimizni yana keyinga surayli deydi. Nemişqa? Sen do'konga qarab tur. Men sirtqa chiqib kiray. Oy, pulni yana silvatdingizgu. Bugun balalarga azroqdan pul beraylik dadisi. Hey, çekilma. Bu degan dasmoya, bildingmi? Bundaq bo'lsin ham bo'pti. Mening o'ylig'im bor. Xudam, kun o'ltirib bo'ldi. Yana pul tepishni o'ylayapmiz, Vay qudam, tepishq tegishlik pul allaqachon cho'ntakka kirib bo'ldi. Men mo qaytay deb turgan edim. Sizlarmo dal vaqtida ketdilar. Meni ag'ash ketmamla. Bo'ladi. Men maxsus sizni opirib qo'yish uchun kelgan. Bugun kun qayoqdan chiqqandi? Bizni ham tuqqantirsak. Qudam, balalarning to'y kunini dasturxon tashlagan kunini bekitib bo'lgan. Yana nimaga kayniga so'ray? Men mo xolamayman. Meningmi kayniga surgim yo'q. Biroq shu to'yliq ishida qizim ancha rozi bo'lmaganda qiladi. Voy, to'yliqning ishini kelishib bo'lgan-ku. Biz kelishgan-ku. Hamma ishni ular o'zlari hal qiladigan bo'lgan-ku. To'g'ri, shundoq. Biroq mening qizimning yana bir jup oltin bilaguzuk, bir tal uzuk, bir jup halqa, yana bir tal oltin soat taqog'isi bor ekan. Uning yana bir motosiklet og'isi bor ekan tehi. Nima? Yana bir tal aeroplan. Bu meni vayron qilimiz deganlar bo'lmay nima? Qudam, aeroplan elib nima qilamiz? Aeroplan olmasak, poyez olamiz, qudam. Cha. O'lga qiyri. Bulanchining o'zligi bu. Texmini sen tatqizmoqchi ekan-a? Qarab tur. Qudam, nima o'ylayapsiz? Men sizlarning malikadek e'tiborli qizlarga bir o'rda sappasammi, arziydi deganni o'ylayapman, qudam. Bu ulan nima degani-da? O taş sanısı-chu, men qum sanayman.
Nimani xiyol qilib ketdilar, qudam? Manmi? Biz ikki ailenin balaları mijazi şundaq o'xshaydi. Igiz pakaligi, o'riq semizligimi shundaq mos kelgan. Jahonning u chetiga beribmi, bundaq mos kelgan bir juftani topqila olmaydi, shundaqmi? Shundaq. Men shundaq o'ylayman. Ularchi Xudo qo'shgan bir juftlar desalar, ularga bundan ortiq muvofiq odam chiqmaydi. Shunga biz ikki oila qurilishyapmiz emasmi? Albatta shundaq, qudam. Biz degan quda tursak, Shundaq, meni demoqchi bo'lganim, qudam biz qaysi quda bo'laylik? qaychi quda? To'g'ri. Demoqchi bo'lganim, qizingiz Ro'shangulni o'g'lim ahliga bersingiz. Buningda biz texmi yaqin qudalardan bo'lmaymizmi? Cha! Hey, Ali! Ha, mana. Qaytib keldingmi, dada? Ama teshikmi? Adingmi, dada? Ya qarmidim. Apangga deb qo'y, men kelgicha suv qashib tursin. Men bu hammangni, qudimizni olib qo'yib kelay, Cho. Qanaqa qudam? Gap bitin bu. Ro'shangul! Tez kelib yordamlash. Mana opa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizning bu qizingiz bilan mening o'g'lim toza maskagidek. Xuddi Kavkaz ziri sepganga o'xshash, texmi yaxshi bo'g'ding. To'g'ri dedilar, qudam. Bu uyda mening deginim hisob. Amiz kelishdikmi? Bo'ladi, kelishdik. Dasturxon ekladigan ishni keyin deyshaydi. Bu ishni Qurbon hayitdan avval putirib o'tay yaqinda. Bo'ladi. Deganlardek bo'lsin, qudam. Ma'qulamisa? Nima? Qaychi quda? Shundaq. Gapimni anglasizlar. Ularning qizi qanchalik to'yliq talab qilsa, bizmichi qizimizga shunchalik talab qilamiz. Meningcha bu ish toz muvofiq bo'lmabdi. Undaq emas. Baravar asosda qizimizni yotliq qilib etsak, bu noiti yaxshi emasmi, dadasi? Ha? Biroq bizning qizimiz bir qitim to'y qilib bo'lgan tursa, Buning nemisi yomon? Bo'laverdi. Ansirmisizlar? Qaychi quda? Dadaning nima o'ylaydigini zoti bilmadim. Puldan boshqa yana nima bo'ladi? Yana shu pul. Bo'ldi opa, to'yning ishidan siz ansirmang. Shernay. Ha? Sen degan jipni og'ash keldim. Ma. Hey, dada, nimishqa bundaq yipni oldingiz? Bu degan arzon. Bundaq yipni kechda tiksa, necha kundalar pitidan tushib ketadi. Buning bilan nima qarang? Satalasanglar bo'lmadimi? Siz bekli bexilkansiz, dada. Shernay! To'xta! Hammasi sening kazobiting. Uni agilitib, mushunda qilib qo'yding. Biroq uni degan to'g'ri tursa. Xo'shamisa? Qizim, bu ishda mening gapimni angla. Xotirjam bo'l, ha? Nima? Tegmayman. Undaq sisiq mavzusi uchun o'zingiz teging. Ondaqdan nim bo'pti? Uning bir opdan hunari bor. Pul topsanglar bo'lmadimi? Uning oilasi ham boy. To'y qilgandan keyin u butunlay sening diningni anglaydi. Sen o'ng'i desang, u hargiz so'lg'amaydi. Bundaq arni nerdan topsan, qizim? U sening atrofingda cho'g'lab yuradi. Men-chi buni allaqachon o'ylab qo'ydim. To'yni noyda hashamatli qilamiz, ha? Seni noyda chiroyli yasab, butun shahardagilarning ko'zidan o't chiqarib etamiz. Buning uchun bir 200 mehmon chaqirsak arziydi. Sen obdan o'ylab baq. Sen degan bir qatim to'y qilib bo'lgan odam. Shong yana nazlanib o'tirma, ha?
Ondaqda bo'lmaydi. Ularning qizi qanchalik to'yliq desa, menga shunchalik erish kerak. Ma'qul. Men-chi seni hargiz ziyon tatqizmayman. Bizcho ko'proq ish qilishimiz kerak. Sanglarning to'y ishi uchun oz pul xarjlamidoq. Qara bolam, u qizcho. Amaliyati bir qatim to'y qilib bo'lgan bilan o'niri bor. Uni kelin qilsak bir tilla to'kiladigan daraxtning o'zi bo'ladi. Qandaq? Bundaq yaxshi ishni men tushimdimi o'ylayman. Biroq to'yni mushundabli qilamizmi? O'ylaganimizga erishimiz deydiganmiz, ko'proq pul tepish kerak. Pul degan bu narsani 10 tin topadigan ish bo'lsa, hargiz bal qo'yotmaslik kerak. Ma'qul dada. Ey. Voy. Dada, buni nima qilamiz? Qara bolam. Biz o'tikning boshlig'ining yerimiga qo'y terisi, yerimiga lata ishlatamiz. Ondan chamni chiroyli chaplaymiz. Xurumni amalba oz ishlatamiz. Ko'rdingmi? Chamni chiroyli qilib sipni o'rnatamiz. Buningda ham tanarqini tejigili, ham vaqtni tejigili bo'ladi. Bir kunda necha 10 jup bitirib olamiz. Apa, bu eshak yo'lini ishlasak uzun o'tmay tuki tushib ketmamdi. Ahmaq. Qo'llarni ishlatmasang hargizmi jiq pul topolmaysan. Ancha-muncha hunar ishlatmasimi bo'lmaydi. Asli gapga kelsak, sen to'y qilsang, yili uni olaman, yili buni olaman desang, pul osmondan tushmaydigan-da, qizim. Bu ishni sana ko'zitib qo'yay, ha? Qara, chamni o'rnatib, pashnisini joyiga qo'yibla, ustiga bir qavat sir berib, boshqa sufti yaxshi mollar qatoriga qo'ysaqla, Rossiyaga saqtligini hech kim bilmaydi. Biroq bu suvga taksila erib ketmamdi. Voy, buning bilan nima qaring sening? Setib chiqasanglar bo'lmadimi? Biz avval buningdan 200 jup tikayli, ondan ras oyoqni savdogarlarga sotamiz. Ondan u yana oyoqda kelgan chog'da buni qo'shib o'tamiz. Shuning bilan pul o'zi kelmamda. To'g'ri. Oyoqning shakli cho'qim yangi ham moda bo'lish kerak. Ularning diqqatini torta olsalar, sufti bilan hisoblashib o'ltirmaydi. Agar biroz bilib qilib uyga izlab kelsa, yuzimizga sat emasmi? Hey, sen-chi meni bo'sh chaqlab qapsan. Qandoq yaxshi molingiz bor? Bizning ambarda yana 5 dona subatlik gilam bor emasmi? Biz uni ip chiqib bahasini tushirib to'xtab sotamiz. Xaridorni jalb qilamiz, ondan ular diqqat qilmagan chaqda bu gilamlarni sotamiz. Qandoq amalim bo'lamdikan? Buni qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Menchi bir qo'lidan ish qiladigan yigitni ko'rib qo'ydim. U o'tirga chiqsa hech qanday chataq chiqmaydi. Voy, Bizga tag'lib beyimiz qizi. Amalingiz haqiqatan ko'pgan-jimi? Albatta, men bu g'ishqila bu oila musholga kelgan degina. Rastaysiz, apa, rastaysiz. Hisoblab boqaylik, ha? Kendir qog'ozi biri 30 pun, latining biri 10 pun. Xurumning arzinini ishlatsak, 200 jup oyoqda jami 4-5 ming koy topadi ekanmiz. 4-5 ming koy, qara, mana 300 jup bo'zchi. 300 jupda Etraf tiptiniş İşni başlaymen İşini dinlep Üner işledik Her bir zulani Koşu top oymen Eplep seplep Altı kuzum Tunde ostaşlep Hayda tapar men Esesselep Altı kuzum Gece etraf dipdiniz
Ayakni başlaymen, tümlükni dümle, Beyşu tirige kartun yemle, Ayakni cemle, tatimen eple, Oster kuzu, kulnaz kajdem, haylallar men, neccesiler, Oster kuzu, kulni azekler, Hayda ağlar men, neccesiler. Ezan sattım, ne sattım? Tez gelin la tez! Tügetke sıkamaydı o! Tez gelin la! Şanghay'dır yeni keltirgen ayakla! Ау аяқ сатқычы болам екен. Ha, болады екен. Очо, содағы епі бар, гәпке мұң үсті екен. Сен оны көпірек өген, ha? Ezan sattım, ne sattım? Şanghay'dır yeni keltirgen ayakla! Tez gelin la! Aldırman la! Bir-birlep gelin la! Bir-birlep gelin la! Mana, sizni! Bunu da aldırmay gelin la! Gilem setilala, gilem setilala. Bir batsa 200 yuan. Başka yerde üstsüz yengem set alamayızlar. Şundak gilem, karala. Şundak nefis toklagan gilem. Man karala, nime degen nefis? Çelaylak mekan? Bu gilem nefis. Hakikaten yaxşı. Şundak yaxşı gilem. Bu hakikaten nefis toklagan gilem. Ay kızım, avu jigitni kördün mü? Menin közüm adam donum diken. Gepki nime degen usti jigit bu? O hakikaten yep ustiken appa. Bir batsa 200 yuan. Hakikaten bek erzak. Makul. Başka yerden istemme tapamayısılar. İstiyorsanız set olamayısılar. Gülleri şundak çıraylık. Dağları gözün çaklı tutu. Bazı erza. Tez bulanla tez. Tez bulamasanlar kalmaydı. Tez bulanla tez. Appa, bugün gilemle hakikaten tezit bulduk ha? Men burala degen o köprek pul tapkın bolsa menin gitmemni anla dep. Ondaqda öyliginim eçkip setip deyli. Onun texi vaqti emas kızım. Ekki deyman. Aldırmay tursak, şundaq yaxşı setilsila, kişiler aldığımızga özü izdep keledi. Appa, hemmeni silip aldınız go. Uçup ketişten korku men. Men persent ayrıyman. Hey, bir ayrı kişiler durup neme persentken on? Sana neme gerek bolsa ipesem bolmadı mı? Men çoğun dükkan açıman. Sana ip berey. İp berey. Men halık alaman. İp berey. Alaman. Makul. İp bermen degenligim bolmadı mı? Dada? Nime iş oğlum, ha? Dada, bugün ayaklarının hemmesini sattık. Hele saktı mallarını mı sattın mı? Aldırma balam. Bazaço taza yaxşılanganda eliki 200 cüp ayakını ep çıkıp bir yolulu koldan çıkarımız. Karaptır.
Nimaga qarayapsan? Hey, Ha, hech nimaga dada. Pul degan yaxshi narsa. Pul bo'lsa, jangalda sho'rpa deganni o'ylayaptimi? shundoq bo'lmaydi o'g'lim. Pul degan erlarning qoni deb bildingmi? U pul Mak. Kelinglar. Arzon gilam. Boshqa joydan 300 so'mga topolmaysizlar. Arzon sotdim. Kelinglar. Chiroyli gilam. Yaxshi gilam. Qani kelinglar. Kelinglar. Oldirib berib qarab Qani qarab beqin. Qandoq ekan? Shundoq chiroyli. Gullarimiz shundoq chiroyli. Qani keling. Ko'p beqinlar. Kechiringlar. 2 so'mmi? Shundoq 2 so'm. Qara, bu gilam bo'ladigan juma. Gullari nafis, sutimi yaxshi ham bahosi arzon ekan. Bu 200 so'mga haqiqatan men arzigidek. bundoq arzongilamni ko'rib boqmabdi ekanman. Buni chiqiraq setib olib, foydasi qilsak chiqib pul Ha, topadigan emas. ma'qul. Hey, gilam sotuvchi, hey! Aka, gilam olamsiz? Bu gilamning bahosi 200 so'm. Bundaq yaxshi gilamni hech nerdan topolmaysiz. Qarang, gullar nihoyat ko'rkam. Shundoq yaxshi to'qilgan gilam bu. Qarab beqing, pek arzon. Shundoq nafs to'qilgan. Yigit, bu gilamni nerda to'qigan? Bu gilamni chat Midirlamang, ha? Midirlamang. Hech yo'q-da? Chataq yo'q. Hech yo'q. Gilam olamsiz? Ilishni olaman. Har birisida 5 so'mdan tushirib bersang, men hammasini olaman, qandaq? Bo'lmaydi. 1 so'mni tushirishga hargiz bo'lmaydi. Shundoq bo'lsin, afka. Bo'lmaydi. Undaq bo'lsa, kelishdik, ha? Har birisida 5 so'm tushirib ber. Bo'lmaydi. Bo'ldi, qila kelishdik. Bo'laq. Qo'lingni qo'yib. Kelishdik, bo'ldimi? Kelishdik, ha? Bu siz her bir gilamda 5 so'mdan tutib qolaman deb yana hamma puldan 5 so'm tutib qolibsiz-ku. Nahayt shu 5 so'mga ofka. Men Yo'q, bo'ldi, satmayman. Bo'ldi. To'xtab tur, hemen beray. Qo'lingni acha. Qo'lingni ber. Voy, olaman. Bu navatni sana bekaga berdim. Bu Mana. Ha, bo'ldi. Qaramlikni olasiz, ha, mana. Ha, bo'ldi, oldirmay turing. Ha, mana. Shundoq ekan. Oldirmay turing, ha. Ha, Shanxaydan keltirilgan esil oyoq. Qirimidi, masala yo'q. Chataq yo'q. Oyoqning sutida masala yo'q. Ha, mana sizga. qizlidan bir nima dedim. Ha, bo'ldi, oldirmay turing. Ondan bozorga ip chiqsa. Mana mavzu sizni. Hey, oyoq sotquchi. Ha, Bu oyoqda yana qanchalik bor? oyoq olamsiz. Olay degan. Hammasi mushu shu. Ay, biroq bir qimmatgan. Siz hammasini menga 80 tiyin tushirib bering, qandaq? Bo'lamdi? Yo'q, bo'lmaydi. Hargiz bo'lmaydi. Bo'ldi, men hammani olaman dedim-ku. Qarang bu ishga ayolcha oyoqqa. Bek chiroyli ekan. Ammisoq tugab ketdikchi-mi? Hey, appa, qarang. Appa. Bo'ldi, men Bo'lmaydi. Bir tiyin kam bo'lsa bo'lmaydi. Yo'q, sotamayman. Hey, bu Qopolmaysiz. pulchi hargiz kam emas. Ilaa buni. Siz nimanda qamdi? Oy, yo'q, bo'lmaydi, bek arzon bo'lib ketdi. Qulday berdigan siz olsangiz-chi. Oy, mening tomoqim. Hajabmi yarashdi. Menga chiroyli. Ha. 50. 60. 70. Bu ishkisini o'zimiz kiyaylik, ha? 100. Ha, bu ishkisini mi oldik? Sizga deb qo'yay pul hargizmi kam emas. Ha, obdan sanab qo'yib bering. Ma'qul. Dilshod. Ha, mana. Apa. Nemish? Bu yoqqa kel. Bu eshikni ko'tarib ustiga ip chiqib bergin. Ha. Avayla, ha? Oy. Ha.
Nima degan ig'ir? Qanday qimmatli narsa bu? Hammasi sizlar uchun bolam. Sening to'y ishing buningdimi ig'ir? Qarag'ana, bu xurum oyoqlar ham arzon, ham chiroyli qara. Arzon malning yaxshisi yo'q. Osh. Sen nimani biletding? So'da qilishni bilmasan, qaysi oilaning qizi sen tegishga jur'at qila olaydi? He, apa, Osh, ne turg'ana? Hey, apa akang men ko'tarib beray. Voy! Bu material setib oladigan pul. Bu boshning puli. Buni to'yga ishlatay. Buni opamga beray. Dada, men sizga bir narsa setib oldim. Dada, qarang, bu japan bo'lant ekan. Ha? Dada, Ha? Kimning bu? sizga setib oldim. Voy. Kiyim ilib nima qilasan deyman, mening botirsa. Dada, bu bek ko'nirab ketibdi. Almashtiradigan vaqtim bo'lib qopti. Shuni setib oldim. Bo'ldi, qaytirib et. Men kiymayman. Sen to'y qilsang, pul ketadi, akang to'y qilsimi pul ketadi, ammisiga pul ketadi, pul. Mening nima buncha ko'p pulim bo'lsin? Buni cho'qim xil jiq pulga olding. Qaytirib et, eng yaxshisi. Menga qaytirib et. Oy can. Nerede? Apa, bekle şahsiyet ekansiz jumu? Osh, aynaki qarashning shaxsiyatchilik bilan nima munosabati? Appa qizim, qarag'ana, bu kiyimlar yarashibdimi? Voy, apa, bo'pti. Bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Ey, qarab baqaychi, bo'libmi? Bu oyog'ingiz xuddi kinolardagi oqsoqlarniki. Yo'q. Malikning opsidagi bo'libsiz. Qarslar dadisi, bu oyoq chiroyliqmikan? Menchi bu oyoqni kiyib to'yga boradigan bo'lsam, shahardagi hamma xotinlar qarab og'zini ochib, "Haviqib qoladi" desilar. Meniki qarang dada. Menikiga qarsilar? Menikiga qarang. Ro'shangul. Ha, mana keldim. Mangayli. Yuringlar, mangayli. Talay hoja, tinchlikmi? Qanday ahvolingiz? Tinchlikmi? Tinchlikmi? Mangayli. Bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Ro'shangul, bo'ldi sakirmayman, bo'lmasa oyog'ingni paskin qilib olasan. Voy, abba, undaq bo'lmaydi. Qarang. Nima degan chiroyli oyoq bu? Nereden aldın? Shangaldan oldim. Haqiqatan chiroyli ekan. Talayxonaja, oyog'ingiz bek chiroyli ekan. Nereden setib oldingiz? Bek chiroyli ekan bu oyoq. Bu oyoqni-chu, ilqi nima? Malayziyadan kirgizilgan ekan. Bilamsiz, bu oyoq faqat ikki juftlik kirgizilib ekan. Qizim bilan ikkimiz setib oldik. Bak qimmat. Menglar,
Ben yaktırıpla qalsam, pul bilan hisoblashib o'tirmayman. Albatta, malum o pulga tushliq bo'ladi-da. Shu emasmi? Men odatda baho talashmayman. Faqat yaqtirsamni setib olman. Pulni xajlamay nima qilamiz? Voy, bek chiroyli oyoq ekan bu. Rahmat. Mening mo setib olgan batdi. Lekin bak qimmatgan. Azroq bo'lgan bo'lsa-chi kashki. Yuringlar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Obdan. Qani, o'tirsizlar? Qani, bahazir. Hey, oldira qizib ketdi. Berib ko'rib kelaylik. Yuringlar. Ko'rib kelaylikchi. Ay, talayxonachi, otirak berib usloynab bu import qilgan oyog'ingizni hammaga ko'rsatib qo'ymamsiz. Yuring. Yuring. Oyey. Nima bo'ldi? Voy. Qara. Bu Malayziyadan import qilgan oyoqmi ajrab ketdi ekan, ha? Nemish bu? Qaringiz nima? Sizlarning mening oyoqim bilan nima qarinlar, ha? Ajrab kelsa nima bo'pti? Ajrab kelsa mening oyoqim ajrab ketdi. Ish qilib men bu oyoqni bak qimmat olgan. Oyey. Isvagan zipo zinnatlarimmi? Necha ming so'mlik keladi? Tek kulib meni maza qilib ketishni. Oyey. Rakimni qara. Kulayveringlar. Kulibcha erkinglar tushib qolsin. Osh, ketaychi. Ne bo'lgandi? Opla. Hey! Ilgirmoz do'st. Nemişki meningdek qiyri xotini aldaydi deyman. Kishilarning oldida yuzimni qammidi. Buni degan kishilarga qanday qarayman? Yuzim bak tushib ketdi. Bo'ldi, apa. Ko'nglingizni yerim qilmang. Men burilla azan go'shtining sho'rpisi yo'q desam, meni ahmoq deb tilladingiz. Hozir ba'zi odamlar-chu pul tepish uchun har xil usullarni qo'llandi. Hey, apa, siz doim yuvashni bo'zak etmasak, qiyomat so'rig'i bo'ldi dedingiz-ku. Nima? Men ochiq yutib yotsam, sen meni maza qilyapsan. Yo'qol. Buni o'zingiz degan-ku. Og'zim ushim, ko'zimdan yo'qol. Ma'qul. Yo'qol deyman. Nima ish bo'ldi? Bu nima qilinglar xudo? Kechiring. Bu atrofda bir oyoq sotqichini ko'rdingizmi? Ha? Qanday oyoq sotqichi? Beshiga teri tumaq kiyib olgan odam. Tarafga berib istab beqing. Ha bova, gilam olamsiz? Olaman. Qancha parcha bor? 10 parcha.
Süpüte naydi yaxşı. Qarang, qara peqing. Qarang. Bo'lamdi ekan. Yigit, buni ko'rdingizmi? Bu eshak yong'ib to'qilgan gilamkan emasmi? Pulga yaramaydi. Eshak yo'ngida? Shundoq qaramamsiz. Qaramamsan yigit, men aldaydi gapdan. Roşengül, tapaladın mı? Tapamadım. Tula meni putlarım üzülüp gidey dedi. Helik ayakçıdan karşı mı görünmeydi? Esta, emdi qandaq mı qılamen? Bu ölgür aldamcı həcəb tezla yoqab ketipdi dese. Ah xuda, emmіңla yaramaz pikar taleple. Ah xuda, yanıl özün berip izdey. Apa, nemeki qaravatısız? Gep qılma. Dəl şu əbləx. Mən onun putini çekvetmeydiğim bolsam. Apsi astaraq men Allah. Mən onun tomuğundan donup aldım. Onu herkes açırıp koymayman. Onun peşini yer etmişsem hesap emez. Vay benim tomuqam! Toxta deymen! Aka! Sen bir tez adamı çakır. Bunu kaçırıp koş kara. Tomuqam! Benim tomuqam! Aldamcı! Benim tomuqam! Toxta deymen! Toxta! Bu aldamcı! Aldamcı! Toxta deymen! Toxta! Aldamcı! Toxta da vakti ben! Qaysı qalan günahımğa meni bundaq cazalaysan? Oy ey, oy ey, oy ey. Bulama. Yardım şey. Meni yuluvasanlaçı. Oy ey. Ovaylan. Aldırma ya. Aldırma. Ovaylan. Meni közümün işimni kömeyi batıdı. Qandaq qılamen? Ovaylan. Ele, bunu da sürtü bile. Oy. Siz men izdavatqan hiliq aldamçı emaskensiz go. Ben sizni qachon aldıgan? Keçirin aka, közüm torluşup qaptı. Hergiz xap bolmam. Ey saran xotun! Sen benim işe karvamını kadın tölep be! Oy ey keçirin, közüm qarğı bop qaptı. Közün karığı bolamda bomamda benim karım yok. Arvamını tölep be! Arvam künde 30 son tapalaydı. Sen bana 200 son tölep bersen, eğer tölep vermeydiğin bolsam, ben seni hergiz boş koyuvertmeymen. Anladın mı? Oy aka, keçirin Xudanın haqqı hürmeti bilen bana yardım qılgan bolsanız, menin bir tiyimi pulum yok. Cemaat, men üçün bir yığız gep qıp qoysanlar, men sirtin kelgen Xudan, yenimde bir tiyimi pulum yok. Pulum yok? Pulun bomusu meyli? Menence kolundaki avu altın bilezikini versen mi boludu? Oy ey, bu menin cinimni ağam bilen beraber. Ayak satıdığan aldamçı meni tökeştirdi o emdi. Apa, Dadan qini. öyde yok iken. Ah Xuda, ölgür qeyri. Men nime degen şor peşane. Qoludini yetişkenmigen bu ağaq degenden. Oy. Apa, zaten ne iş boldu? He? Sorma, aldamçını tutamadım. Yani iş güzsün pulunu bulap gitti. Nime? İşki somunu bulap gitti. Emse tezde delonu alıp kılaylı. Tez bulan apa, durun. Nime değil o? Özümge az. Men özümgüçe avarçlık tepişine xalamayman. Dadısı, qoğuya. Sen mi ye?
Nima degan tatliq? Tu. Gelenning hammani yandırıp kelsen go. Hech kim buni setib olmadi. Nimishqa? Ular bununla eshak yungu aralashtiribdi deydi. Söyleme! Balam. Biz aldanıptık. Ay! Asta! Nimaga qarab tursan? Tez berib izlamabsanmizmi? Bu ne? Asta! Men azaldan bundaq cho'q ziyon tatib boqmagan. Tugashdi. Astag'firullah. Nima ish bo'ldi? Tugidi. Aldamchi hammani aldab ketibdi. Kim aldidi? Meni ummamda. Zodi nima ish bo'ldi? Tez berib izla. Berib izla. Berib iz. Nimaga tursan? Berib izla. Voy. Endi tugashdim. Endi qanday qilaman? Qani kelinglar. Marhamat. Kaynalarni qarshi olaman. Qani ko'ringlar. Qani. Ko'rib beqing. Bu chiman doppa. Mana bu badam doppa. Qani ko'rib beqing. Qani ko'ring. Buni ko'rib beqing. Rostla bog'dak. Yarashdi. Qani xalqancha ko'rib beqinglar. Qaytamsizlar? Yana kelasizlar. Ma'qul emas, xo'sh. Ma'qul. Yana kelasizlar. Ular do'pingizni yaxshi ko'rib qopti. Men yana xarida boshlab kelaman. Ma'qul. Rahmat Xo'sh, sizga. Xo'sh. Avaylab ma'asizlar. Hey! Bek saqlab ketgan o'xshamamsiz. Yaqay. Ohoy! Sodingiz bek yaxshi o'xshamamdi. Hammani setib bo'lay deb qopsiz-ku. Kim deydi u? Sizga bir xush xabar aytay. Men tikkan kostyumlar yarmankaga qatnashtirilgan bo'ldi. Rasma? Bek yaxshi bo'pti. Qarang. Yoqtirdingizmi? Yoqtirdim.
Aka, gilam satkan adamni ko'rdingizmi? Ha, yo'q, ko'rmadim. Ha, nima lozim? Avar qildim. A tarafga berib so'rab ber. Av tarafkimi? Shundaq Ma'qul, o'zim rahmat. Udulmang. Tuzit qilmay ilivagin. Rahmat. Yana qo'ldan chiqargan bir asmal bor. Bu Pul. Bunundan xotirjam bo'l. Qog'alarini setib bo'lsang, biraqli beraman. Apa, Ha? Nima ish? Xotirjam bo'l. Gilamni hozircha sotmay turayli. nemishqa? Heliqi gilam setib olgan odam seni izlab yetibdi-dek. Sen avval yoshirinib tur. Agar birasi tunib olsa, ikkilimizga yaxshi emas. Avval buni hajlab turgan ish bo'lsa. Ala, yana izdayman, jimo? Ha? Bu pul ayolimga ishga qor kiyim setib olishga yetgidek. Nasbasti, o adamni topolmadim. Hey, tazimi bir yaramas nima ekansan? Yana o'zim berib izday. Dada, bo'ldi barmang. Uni hech kim tonimaydi ekan. Yanala saqchiga ma'lum qilayli. Og'zingni yom. Yana menga avorchilik tepmamoqchimi? Elim. Rahmat balam. Mening yeshim cho'ngib qoldi. Kiyimimni unutib qoptiman. Sana qandoq rahmat etishni bilmayapman. Undaq demang, tag'a. Senandek ahmaq dunyoda oz uchraydi. Nemishqa bika haqq sovg'a qilasan deyman, ha? Apa, o'zimga tavali bo'lmagan pulni men hargiz olmayman, apa. Lay 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 Hey, Ali. lay 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 lay. Ay. u ahmaq. Ay. Ali, tez mang, yana pul silib oljimi? Ah, elib oldim. Üzüm eli olunla üzüm. Tembumuz pulanmayman. Üzüm eli olunla. Üzüm bek tatlı. Üzüm eli olunla üzüm. Üzüm bek tatlı. Tembumuzu pulanmayman. Irshangul üzüm yemsiz. Mushuni so'rash ketamdi. Üzüm bek tatlı. Yoqtirmay qolarmikin deb men Üzüm eli olunla üzüm. siz amraqmi? Üzüm Men bek chuchuk tatlı. uzum yeyishni yaxshi ko'raman. 1 kilo bering, ha? Ma'qul, ma'qul. Apam bizning uyga dasturxon akiradigan kuni kirim qildirman deydi. Menmi cho'qim qildiraman. O kuni apamni chiroyli yasab, cho'qim xushal qilib etaman. Meningcha nurg'un jihatda alayligim bor. Hey, shundaqmi? Hay, shundaq. Men qanday qilaman? Hey. Mening akam Dilshod o'tib ketgan bir ahmoq. O ishni olmayman deydi. Tazimi qamlashmagan. Biz to'yimizni ularda qilsak hargiz bo'lmaydi-jumi? Shundaq, men shundaq o'ylayman. Mening singlimmi bir ahmoq. Umi hech nima olmayman deydi. Hey, tazimi qiziqishda bu. Ikki ahmoq bir yerga kelibdi. To'g'ri dedingiz. To'g'ri dedingiz. Ikkimizning mijozi buncha mos keldigini o'ylamabdi-kanman. Hey, siz chuchuk uzumni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'rman. Chuchugini bek yaxshi ko'rmayman. Biz nurg'un jihatdan o'xshashganmiz. Bek o'xshaydi ekanmiz ikkimiz. Her ikimiz
Her ikimiz eside bir nidalı kullandı. Xirimizni topolmay, Boyun kısıp yürgendi. endi bizler pipişdik. Çünkü kaçtık yepiştik. Endi biz de pipiştik. Çünkü kaçtık yepiştik. Hey, senin ben ozilim ben. Senin olmayı kimdim ben. Ezizane çok şedim titip aldan kulumda. Her ikimiz esire bir nikalı kullan biz. Her ikimiz eside bir nikalı kullan biz. Her ikimiz eside bir nikalı kullan biz. Pulni azni yaratmay, Köyde boytak yakan biz. aşık meşuk bulaydı. Bunu çaksan tapaydı. Aşık meşik bulaydı. Bunu çaksan tapaydı. Hey, senin ben ozilim ben. Senin olmayı kimdim ben. Ezizane çok şedin sitip algan kulumda. Her ikimiz eskide bir nikalı. Men silini kessiler davatman, kessiler. Hey. Bu nем qilganinglar? Bu degan xaridarning mehnat o'tkaz qandaq bo'ladi? Hey. Xeridarning bo'lsa nim bo'pti, ha? Uydagi ishlardan zarli choralari yo'q. Sizlardek erdim bek bezor bo'lib ketdim. Xaridarni o'ylash bizning mas'uliyatimiz. Xeridarni o'ylash deganing hammasi quruq gap. Hammasi soxtipas. Deganinglar xato. Savdo qilganlarning ko'pinchisi yaxshi. Ko'pinchisi deganlari nemasi, ha? Sizlar degancha mening erim. O'lgur qeri. Hey. Bu xotin azroq pulni deb sarangib qolay deb qapti. Hey. Nan ilonlar nan. Hem issiq, hem mizlik. Hazırlı tonurdan komadım. Nan alamsiz. Nan alamsiz. Birini bering. Bo'ldi, ammay. Qudam. Oy. Xudam, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qasla. Bizning u odam aldamchini tepamidi. Sizlar menga yordam qilib u oyoq sotgan aldamchini tepasizlar. U meni qo'yibdi. Necha kun izlabmi topamadim. Agar men u aldamchini tepib oladigan bo'lsam, yerim ulla qilib qo'ymasam, hisob emas. Voy, qudam, senga nima bo'ldi? Hech nima. Amsi nimaga qilib ketdilar? Ansam sizlar aldamchiq oldin verib, ziyoda ochiqni verib, doim shundoq qildigan qopla. Hadi o aldamchini topmay bo'lmaydi. Uni adabini berish kerak. Adabini berish kerak o aldamchining. To'g'ri dedilar. Agar uni tuta olsak, cho'qim qonunga topshirib berish kerak. Hey, qudam, sizlarmi mo'zdozku? Qudam, mo'zdoz bilan mo'zdoz o'xshamaydi juma. Men azaldan undaq nachar ishni qilmayman. Sizlar qandaqsiga mendan gumonlanib qoldilar. Hey, qudam, gumonlanganim yo'q. Demakchi bo'g'inim, o'xshash kasbdikilarni tunimdikin deyman, ha? Ma'qul, men cho'qim surishtirib boqaman. Ma'qul, rahmat. Xo'shamisa. Xo'sh. Bog'dek. Ha, bu kim bo'ladi ekan? Men sinab baqsam bo'lamdi. Bu degan ayolcha. Kerak yo'q. Ayolimning bo'yi meningchilik bor. Agar menga kelsa, ayolimga mi keladi? Nima degan qizqarliq? Undaq bo'lsa sinab beqing. Ma'qul, sinab baqay. Bo'ladi ekan. Mushun olay. Ma'qul, qachilab beray.
Bu neydi? Xo'sh amsa. Rahmet. Xo'sh. Sen? Aldamcı! Aldamcını tutukla! Aldamcı ne? Aldamcını tutukla! Kaçıp gelmesin! Aldamcı! Aldamcını tutukla! Ali tez bol, tez bol. Ben hiliqi aldamcını gördüm. Qani? Kaçıp gitti. Tez bölünüp izleyle sen bu tarafga bak. Ben bu tarafga boray. Tez bol. Maqul. Aldamcı! Aldamcı! Aldamcını tutukla! Aldamcını tutukla! O kazzap! Aldamcı! Tez işini edecekler. Ben aldamcını tutmasam olmaydı. Yaxşı. Mulazım! Bu işini yiyip koyun. Kasap kaçıp gidiyordu. Mulazım! Bu işini... Yıpılıp kaldı o. Yaxşı. Taqay, kimni izlaysiz? Ben bir aldamcını izleyaptım ben. Nima? İyilik, gelem satqın aldamcı ne? Kızcaq, burutluq, egiz boyluq bir adamni gördünüz mü? Yo'q, ko'rmadim. Efendim, şapburut bir yigitni gördünüz mü? Kızcaq, bir yigitni gördünüz mü? Şapburutluq. Yerim küngen qısam bir gaçkan qı mı? Bu Recep beni hatırıp etti ha. Tazımı ussap gittim. Men bo'ldi. Nereden zag'irotidi? Asli bir qochganda. Keling. Bichora, men bo'ldi. Ay, asta. Astırak. Keling, o'ltiring. Asta. Sen saqlab turing. Voy. Xotin, tez kelib o'tigimni soldurib qo'y. Mana keldim. Voy. Bo'la. Voy. Qandaqsiga bunda xo'p ketdi? Eliqi aldamchini qo'g'layman deb bo'lmamdi. U o'lgur aldamchi. Bek og'rib ketdi. Ey, avi o'ltirgan xotin kim u? Ha? O yezdan kelgan ekan, mijozi xo'p qapti. Uningga choy quyib berdim. Undaq degan. Voy. O'g'lim yezdan xotin olgan bo'lsa, men buncha avarib yurmagan bo'latdim-da. Bu mening xatoligim. Nimaga so'zlayverlar? U qochgan. Qacha? Kela, bu o'tikni soldirib qo'y. Voy. Astra tasam bo'lmamda. Bek og'rib ketdi.
Akaslar. Astıraqtaq. Oy, Xudoyim jajisini bergay o aldamchining. Agar uni tutib olsam, qullig'ini uzib olmasam, hisob emas. Aldamchi tutinglar. Aldamchi. O qochib ketmasin. Vaycan, dada beni vurma. Ben Ali. Meni aldamga qo'ya. Yana aldamsan. Dada, ben Ali. Dada. Ben Ali. Ali? Aldamchi. Dada, aldamchi deb meni urg'unim nemizdaymi? Sen nereden payda buldun ardı? Onu tutmamaydı da bağırdım hemen. Ağzın bir... Kan. Bu. Aslında aldamchi kaçıp gitti de. Boldu. Oy, nim boldu balam, kan çıktı optan balam. Bu yaramaz xotin. Ben o aldamchini hamma yerdan izlab yursam, sen onu uyga ushirib qo'yibsan ku. Uni aldamsın, ben nereden bilemem? Sen onun şapırtını ko'midingmi? O ro'mol atvagan dursa, men nereden görmem? Dada. Aho ayol qarang. O hiliqi bizning uydan qochib ketgan aldamchi emasmi o? Qarang, kiyimiga, atvagan ro'molga xato emas. Uni qo'g'layli. To'xta. Uni qochirib qo'ymayli. Sen arkasından qarab tur, qochib ketmasin. Men oldidan berib uning burdi bormi yo'q qarab baqay. Biz shundili bilalaymiz, ha? Uqdimi? Ma'qul. Ali, tez bo'l. Bo'la. O hiliqi aldamchi dal shu. Qochirib qo'ymayli. Sen u tarafdami? Men bu tarafdaman. Ma'qul. Uni yetishib ol. Bu odam nima ekanimga kirib oladigandu. Xato emas. Hiliqi oyajasini olgan aldamchi shu. Uning terisini ta'tir so'ymasam hisob emas. Qani elanglar. Qani, bu yoqqa keling. Qani, bu yerda o'tiring. Choy iching. Eling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani keling. Yigit, choy kel. Ma'qul. Nima degan yuzi qilin qayri bu? Bo'lmaydi. Uningga o'zimni bir tunutib qo'ymaydigan bo'lsam. Ey Burut. Men amal qilib uning burutini ko'rishim kerak. Bu sizni. Qani mehmonlar, av ustalga beringlar. Ko'rib bo'ldingmi? Unumusiz qayri. Sen zaten neymiş qilmoqchiding? Herkes xapamang. Men xato qilib qaptiman. Men texi hiliqi burutliq mikan deb. Quruq gap qilma. Ro'molning ichida qandaqsiga burut bo'ladi. Kechiring. Tunugun men ko'rgan hiliqi burutliq hiliqi aldamchi mikan? Mang, soqchixonaga boramiz. Mang. Men bir qiyra odam. Qandaqsiga bu hiliqi Nima u bu degan? Saqchi yo'ldosh, bu qayri ayollarni ozdirmoqchi bo'layotdi. Yo'q. Men undaq emas. Herkes undaq emas. Men bir burutliq odamni izlayotgan hiliqi aldamchini. O bir aldamchi. Nima deydigandi bu? Burutliq aldamchimikan? Oy. O bek og'rib ketyapti. Boynumni midirtamayapti men. Oy. Boyningni og'irganmiz doktorni chaqirib long qo'yg'izayli, bo'lamdi. Mush og'ribatamda. Bu yacho. Bu ham og'ribatamda. Qattiq og'riyapti.
Mayli, qandaq ish bo'lmasin, hargiz qattiq vaqirmang. Oy! Nima ish qilib vaqiraysiz? Men kasal manbasini tepiyapman. Odam degan ba'zida o'lik, ba'zida tuvan gap qildigan tursa. Ma'qul. Men sizni hozirda saqaytib qo'yaman. Bu nima qilganingiz? Qo'rqaman. Qo'rqaman, undaqda qaytib keting. Bir oydimi saqay olmaysiz. Qaytib keting. Ma'qul, men ko'zimni yumib olay. Bundaqda bo'ladi. Nahid yaxshi. Sizning go'shingiz chiqqan. Lo'nqi chin turdi, buni nahid tez saqayib ketadi. Xotirjam bo'ling, Xotirjam bo'ling. Men bek usab ketdim, lo'nqi tushib ketmas. Tushib ketmaydi. Naqshi aytsangizmi, usul o'ynasangizmi tushib ketmaydi. Ishonmasangiz sinab beqing, Sen? Aldamchi! To'xta deyman! To'xta! U aldamchi! Hey, mening lo'nqam! To'xta! O saxtipaz aldamchi! To'xta deyman! To'xta! To'xta! Hey, to'xtang, mening lo'nqam! Hey! U aldamchi, to'xta deyman! To'xtang, To'xtang. Nima qilasiz, Mening lo'nqamni olib nima qilasiz? Texi pulni bermadingiz. Yana texini tilovatsiz. Qanday qilasiz? Men sizni tilamadim. Aldamchini tilovatdiman. Voy, haqkan. Sizni davola qilib bo'lmagidik. To'xta deyman! To'xta! U aldamchi! U saxtipaz! To'xta! Bu yerda ekanda. Xudo o'zing ba, nega qochsang kim qani? Ay, o'yjon! Nima qilyapsiz? Midirlama. Bo'lmasa kesilib ketadi o. Midirlama. Astroq. Hey, midirlama. Shabrut kasab. To'xta! Mening Qo'ying, pulni nega birsiz? Mening pulim. Mening holitim. Hey! To'xta! Hey, to'xta! Mening pulim! To'pamni qaytirib ber! Holitim! To'xta! Aldamchi! To'xta deyman! Pulim! Mening to'pam! Hey! Mening holitim! To'pamni qaytirib ber! To'xta deyman! Hey, to'xtang! Sizga Aldamchi chiqishim kerak! Pul nima? Voy, oldirmay tursan, bilmamdimmi? Pulimni beribdi. O'zim terayman. Hey, to'xtang! Pulimni bermadi. 50 deb. To'g'ri emas, men yerimni og'izga tursam, mana 25 deb. To'xtab turing. Bu o'lgur qari, sen o'zingni aski do'ppisini tashlab qo'yib, mening yaxshi do'ppamni Kechiram. Aldamchi qo'llayman. Qoldiring aka. Kechiram, uqishmas. Kechiring, adash. Kechiram.
Aldamçı ne? Aldamçı toxta! Toxta, ne kaç sen? Yaxşı, tutul aldım. Toxta, ninimni to'la. Voy can! Voy can! Kene kile. Toxta! Oy! Ha, kile, kememse, ha? Kile, uy! Oy can! Oy. Vay can! Toxta birader, açıqlanma. Qara, nan ye, nan. Kene ala. Sen o aldamçın to'lagan bo'lsang, ham odamga hissdoshlik qilishni bilsang, mening ninimni yeb turib, yeni meni tishlamaysan. Qarab tur, men qandoq o'timankin, ha? Qarab tur, ha? Oy! Ha? Hocam. Nereye git? Yok al. Hocam. Yok al.
Yo'qol. Birodar, sen tavuz qarayapsan? Shundaq. Bir o'g'ri sening tavuzliqingda tavuzlarni o'g'irlayapti. Rostmi? Shundaq, men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Boya ishdan qolib ketgani bekor emaskanda. Bu o'g'ri mushuning bilan necha qitim keldi. Endi buni hargiz bo'sh qo'yatmayman. Shundaq. Yo'qlab ketibdi. Oyla. Ras. Tavziya. Rahmat sana. Rahmat. O Soltak, o o'g'ri, men seni saqlab qolib necha kun bo'lgan edi, seni axir tutib oldim. Men yaxshi odam, hargiz o'g'ri emas men. Ey, o'g'ri bo'lmasang nimishqa tavuz o'g'irlaysan? Ish nimishqa shuncha qavaydi, ha? Ay, qadrlik aka, siz avval ishtingizni to'sib turing, ha? Men tushib olay, hamma gapni tushgandan keyin deb beray. Men hargiz ishonmayman. Ishtim yaxshi odamga uvol qilmaydi. Men yaxshi odam, gapimni anglang, xudo haqqi qasam qilay, men o'g'ri emas, ha? O'g'ri o'g'irlikni qilgan sari shuncha ko'p qasam qiladi. Xudoning haqqi hurmati uchun bo'lsa-mu, bundaq demang. Men ishtimga ishonaman. Sening gapingga hargiz ishonmayman. Chiroyingdan chiqib turmamdi. Shu turqing bilan tavuz o'g'irlig'iga keldingmi? Qarag'ana, mening tavuzlarimni qilayotganingni. Bu o'g'ri. Ishonmasangiz surishtirib beqing, men guvoch deb beray. Guvochining keragi yo'q. Qarag'ana, shuncha tavuzlarim kerakdan chiqibdi. Oz bo'lgandimi? 200 so'm to'laysan. Men zinini to'lab beray. Bo'ladi. Necha pul to'laysan? Men sana 20 so'm to'lab beray. Nima deding? 20 so'm? Berib kichik bolni oldi. Undaqda yana 5 so'm qo'shay. 5 so'm qo'shsang bo'lmaydi. 30 so'm bo'lsin qandaq? Sen ishtimdan so'rab baq, qo'shilamdi-ki. Undaqda 40 so'm bo'lsin, 40 so'm bo'lsa bo'la qandaq? To'liq ko'tildi avama. Ona botur. Undaq bo'lsa 50 so'm bo'lsin. Bo'lmaydi. 50 so'mmi bo'lmamda? Qandaq degan gap bu? Qancha so'zlasangmi beka? 100 so'm bermasang seni qo'yib o'tmayman. Bo'lmasa bu yerdan ketaman deb xom xiyol qilma. Nimanchichi? Ufka, qaytib kelmay 100 so'm to'lasammi to'lay. Men ishtimni epgan. Men to'lasam-ku bo'la. Allah! Oy, atti yana chiqib ketib, endi qaytib keldi-ku. Qanda qolgan saqal bu. 20 yil opdi-ku dadisi. Sening ko'ngillarda faqat o'zlaringla bor. Ögünlük oğlumuz için dastıxan apırmız, bunu bilemla, bilmemla. Sılının eslardı bulmasa, mening esimdi var. Ekesler, pul besler. Pul yok. Qandaqsig bo'lmaydi? Pul ne? Dehqonga berdim. Bu qaysoq yanada etizlik qilmadimi? Balonun ishi bilan karlari bormi, yo'qmi? Karım yok. Bu ish sadesini qo'llarida tugishatdi. Yo'qol. Ma'qul. Bu gapni o'zlari qildilar. Endi mening karim yo'q.
Men mi jah to'ydim? Men mi to'ydim? Menga bu uy kerak emas. Menga kerak emas. Karım yo'q. Karım yo'q. Mishna qilsam bo'lamdi. Bu naytimi bek chiroyli bo'lsin. Dilshod. Ha? Qarab tur. Men chiqib kiray. Ma'qul. O'zim bo'ldi, yo'qolib ketdingiz bek aldirashmi? Hozir men Vangrayzga ishlayapman. Mening do'ppam O'rta Osiyo va Yevropa bozoriga kiribdi. Shundaqmi, nayt yaxshi bo'pti. Sizni tabriklayman. Sizlar degan keyin birinchi darajadagi mukofotga erishibdi. Nima degan yaxshi? Dadamning gapini anglasam, uning deganimi to'g'ri. Uyimizda azroq ish chiqib, ziyon tatdiq. Dadam ochiqdan bo'g'ilib qolay deyotdi. Nimaga undaq bo'ladi? Dadangizning puli borligini kim bilmaydi? Unchalik pul uni hech nima qilolmaydi. Yo'q, bu dadamga munosabatli emas. Meningcha biz to'yni oddiyroq qilsakmikin degan. Bu ya bizning tunji to'yimiz bo'lmasa. To'y qilgan bo'lsam nima bo'pti? Men 8-10 qitim to'y qilsammi, men yenilaman. Shernayning to'yligi qanchalik bo'lsa, mening to'yligim shunchalik bo'ladi. Sizga shuni deb qo'yay. Qila olsangiz qiling, qilolmasangiz yo'lingizga men. Rushangul, siz Hey. Qasım tağa. Qasım tağa bu yoqqa keling. Sen nimaga kelding? Men bir ish bormikin deb kelgandim. Bir ishdim sen. Eliqi aldamchini texchi tutolmadim. Biroq bugun o'g'lim uchun dasturxon olib beramiz. Qo'ynimni olmadik texe. Tazimi bir. Nasbasti, bu ishni qanday qilamiz ki? Qo'yni men berib akilay. Undaqda qo'y yaxshi bo'ladi. Biroq boshqalar bayqab qolsa. Xotirjam bo'ling. Pulni menga bersangiz, yo'g'on qo'ydim bir nakab berman Qosim tağa. Ma'qul. Men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qosim tağa bunchalik pulga qandaqmi cho'ng qo'y setib aqli bo'lsin, kichikini paxlamni setib aqli bo'lmaydi. Bu pulimiz nimaga yetadi? Mo'shinchilikda pul bor. O'zing qarab setib olasan. Bo'lib qudamning uyiga opa. Qosim tağa, men bilmasam qandaq deb boraman. Undaqda seni yengam billa opasin. Ma'qul. To'xta. Bu yoqqa kel. Yana uyga qaytirib kel. Yengam o'zi opasin. Sen borma. Ma'qul. Boshqa ish bormi? Boshqa ish yo'q. To'xta. Qosim tağa, bugun zodi sizga nima ish bo'ldi? Bo'ldi, mana. Qizlarim, tez tatlı turumlarni tez yutinglar. Ma'qul. Açsınlar, sizlarmi tezroq bo'linglar. Mehmonlar kelayli deb qoldi. Vaqtmi birak berib qoldi. Ma'qul, hozirda bo'lamiz. Qudam. Oh. Ayol qudimiz nemish texchi kelmaydi.
Vaqtmi birek berib qoldi-ku. Ha, hozirli keladi. U qo'yog'ili ketgan emasmi? Ha. Hozir qo'yoqmoq bek tez bo'lib ketdi. Semiz nomusi tegib bo'lmaydi. Qancha cho'ng talasa shuncha ko'p pul xarjlaydigan gap. Biroq bugun degan xushallik kun. Qanchalik xarjlasa arziydi, Shundoq, shundoq. Dilshod. Mehmonni obdan kut. Mehmonni mazak taklif qilibdir, ha, bolam. Telefon acha? Ha? Oy, Mehmet keldingmi? To'xtab tur, ha, hozirla tushiman. Mimallah, ağaç o'tiringlar. Mehmet, bir ish bormi? Bugün qıtlıq günken, şunu sizge yardımcı edip gelişim. Burnun nimandaq sezgir senin. Bugün etdigenden beri palaqışıp yetişemeyli kaldım. Man qarab ukam, mundaq bolsun. Sen berib bir harva optan otun ekep beygine. Boludu, çatak yok. Hey, to'xta. Bu yoq kele. Yaqindan beri bir ish qilmagansan, ha? Yok. Men cho'h bir tush ko'ribdiman. Tushimda bir it hamon sening orqangdan qo'g'layotgandek. Tushunuz to'g'ri. Bir necha kundan beri bir odam ishda kenimga kirib oldi. Men u odamni ozdirib qochib ketdim. Ha, shundaqmi? Undaqda nihoyat yaxshi bo'pti. Sen cho'fkam, bek diqqat qilgin. U odam seni hargiz tutolmasin. Ha, shundoq. To'g'ri deysiz. Men yiliq oldamchini tutib oladigan bo'lsam, soqilini yo'g'ab kelib, atasa bir taldan yurolmasam hesap emas. To'g'ri, cho'qim shunday qilish kerak. Xotin, xabar yug'uringlar. Tez chiqinglar, ayibxonachimiz keldi. Ey qizlar. Saleyxon, tez chiqsinglar. Mana, teshikmi ayibxon. Teshikmi Sherinay. Sizlarni saqlab. Ey qizlar. Kirsizlar. Qani, yiqirib o'tsizlar. Qani. Bu yoqqa chiqing. Oy, aldırmay. Men keldim. Ey, akaga nimasini qaranglar. Hech kim olmaydigan sat 3 kun akaga. Nima satchilik bu? Qosimgam nima degan bexil odam? Akaga qaranglar. 3 kishiga qaranglar. Nima satchilik bu? Ey, qaranglar akaga 3 kishini. Qudam, bu nihoyat ta'sir tanlab akaga semiz qo'ydirma. Bo'ldi. Buningchi öylürge ep kessizlar. Açıklanmışlar kudam. Yaş ballaha koy elişini bilmeydi emasmi? Onchilik pulga o'zingiz berib ep keling. Ha? Aldamchi? Voy, aldamchini tutinglar. Uni qochirib qo'ymanglar. Uni qochirib qo'ymanglar. Bu aldamchi. Ha? Ketdi bu. Uni hargiz qochirib qo'ymanglar. Qo'y. Qo'yni qochirib qo'ymayli. Uni hargiz qochirib qo'ymanglar. Qo'y tomga chiqib oldi. Ha? Bu yerda ekansan-ku. Uni tutinglar. Bu yoqqa chiqing. Oy. Bu yoqqa chiq deyman. Ha? O qochibdi. Uni qochirib qo'ymanglar. Uni tutinglar. Nega qochsan ken, u haramzada? Qo'yat. Nega qochsan? To'xta deyman. To'xta. Voy canım. Mana sana. Obdan acha, meni urma. Sen meni shuncha ko'p ziyon tatqizding. Mening ko'zim hargiz qarg'u emas. Meni qo'y o'tam. Men rostla aldamchi emas acha. So'zlama. Menga oyoq satgan odam dal sen o'zing. Shundoq. Biroq u oyoqlar mening emas. Rost gap qil. Zodi kimning, ha? Tez ayt. Demisang, seni so'ltiyman. Menday. Zodi kimning? Ayt. Menday. Acha, menday. Zodi kimning? Bu oyoqlar Qosim tog'amning. Men uning yordamchisi pul tepish berayotgan shu. Acha. Ha? Söyleme! Onun diğerlerinin hemmisi yalgan.
Canım Kasım Takam ben yalan söylemedim ben bu ayaklarını şu ammamı satkan. Kudam kaltıskalla ha? Yine dehi menin oğlum bilen kızımla aldap kudu bakmakçım ha? Uxlap düşleri. Pulumnu tölüsle. Ben bu işini çok sakçık məlum kılımen. Qudam, pulunuzni to'lab beraman. Biroq men bu ishni sizga ziyonkashlik qilish uchun qilmadim. Quduligimizning yuzini qilib bo'lsa-mu, bo'ldi qilib o'tim. Bo'lmaydi. Unda qasa ish yo'q. Agar darhol pulumni qaytarmaydiganlar, sening qandoq odamliklarini men-chu xalq alami yeyib o'taman. Uqtulma? Obdan qudam, vargiz bunda qilmang. Men mo aldamchiga aldandim. Hozirgacha aldamchini topa olmayapman. Pulni tezda qaytarib beraman. Bo'ldi qiling deyman xotin. Men qarsla, bularni-chu qaytarmay qolmayman. Mana. Mani ko'ringlar. Mani saxta oyoqlar. Men qarsla qudam. Buni xapamay epkasilar. Pulumni qaytarib beramlar. Talayxon, bo'ldi, xapamizlar. Bo'ldi qizlar. Bo'ldi, xapamizlar. Talayxon acha. O'tlarni ep keldi. Hammasi qo'riq o'tin. Hammasi o'rikni o'tini. Şabrut aldamchi shu. Sen axir tutib oldin, ha? Obdan tag'a, men aldamchi emas. Sen aldamchi emasmi? Eshak shunga aralashtirilgan gilamni menga sotding-ku, ha? Shundaq, men sotgan. Biroq bu gilam mening emas. Bu gilam mening emas. Ha? Sening emasmi? Emas kimning? Ita. Bo'lmasa seni hargiz bosh qo'yib atmayman. Ita. Bu Demsa demamsan, bo'lmasa seni qozonga tiqib o'taman. Tez et, ida. Gilam Talayxon achamning. Talayxon! Hepsini yüzümni döküp oldu. Sizlar menga nihoyat ko'p ziyon soldilar. Menmi bundaq to'yni qilmayman. Tez pulimni qaytarib besla. O'g'lim qizlari bilan to'y qilmaydi. Voy. Sili pulni qaytaramizlar, mening qizim-chi o'g'illarga tegmaydi. Tez pulimni qaytarsizlar. O'g'lim qizlarini olmaydi. Pulimni qaytaramizlar, qizim o'g'illarga tegmaydi. O'g'lim olmaydi. Tegmaydi. Olmaydi. Tegmaydi. Olmaydi. Tegmaydi. Hozirdan boshlab bizning aloqamiz qolmadi. Ey, mening uchun sizda qudam yo'q. Uxlab tushdiring. Ham xiyol. Uxlab tushdiring. Ulan kichikini pulni da boshqalar ziyon silib oxiri o'zlari ziyon tortishdi. Nima degan satchilik bu, ha? Hey. Kichikini pulni deb texmi ko'p ziyon tortdi deysizlar. Hey. Ammo gapimni oling. Pul muhim emas. Agar o'shangil bilan Ali kelisha olsalar, ularning barliq to'y chiqimini ko'tarishga roziman. Rost aytmayman. Rostmi? Albatta rost. Men deganimni qilaman hamma. Mana bu mening zakaz qilgan ish haqimning bir qismi. Sizga beray. Ularga men yordam qilaman. Bak yaxshi bo'ldi. Buncha ko'p pulni nerdan topdinglar? Halol emgigi to'yini topgan.